Qaynotamning nigohi birinchi marta lablarimda to'xtaganida men nafas ololmay qoldim. O'sha lahzada angladim, men endi faqat uning kelini emas, uning eng yashirin, eng gunohkor orzusi ekanligimni. Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizga yuragingizni larzaga keltiradigan hissiyotlarga boy hikoya taqdim etamiz. Men bu uyga kelin bo'lib tushganimda hayot ko'zimga go'zal va osonday tuyulgandi. Katta hovli, mehribon qaynonam, yosh va meni sevib uylangan erim Alisher. Hammasi orzularimdagidek edi. Men 20 yoshda edim, hayotning barcha ranglarini endigina kashf etayotgandim. Ammo bu jimjitlik, bu osoyishtalik ortida yuragimni titratgan, tunlarimni bedor qilgan bir nigoh yashirin edi. Qaynotamning nigohi. Olim aka. U kishi 50 yoshlardan oshgan, ammo hali ham qaddi-qomati tik, so'zida qat'iyat, nigohida esa meni dovdiratib qo'yadigan chuqur bir ma'no bor inson edi. Uning xotini, mening qaynonam hamisha yonida, ular hurmatli juftlik edi. Ammo men qaynotamning menga bo'lgan qarashlarida oddiy keliniga bo'lgan mehrdan boshqa narsani seza boshladim. Har gal hovlida ish qilayotganimda, uzoqdan meni kuzatib turganini his qilardim. Dasturxonga choy olib kirganimda, uning ko'zlari qo'llarimga emas, yuzimga, lablarimga tikilardi. Dastlab buni tasodif deb o'yladim, o'zimni ishontirishga urindim. Axir u mening qaynotam, otamdek inson, derdim ichimda. Ammo vaqt o'tgani sayin bu nigohlar tobora kuchayib, tobora ochiqroq bo'lib borardi. Yuragimda notanish bir qo'rquv aralash shirin titroq uyg'ona boshladi. Men bu tuyg'udan qo'rqardim va ayni paytda uning e'tiboridan yashirincha zavqlanardim. Erim Alisher ko'pincha ish bilan band bo'lardi. Uning o'z ishi, o'z tashvishlari bor edi. U meni sevardi, bilaman, lekin yoshlikka xos e'tiborsizlikmi yoki ishning ko'pligidanmi, mening ichki dunyoyimga, mening ayollik hislarimga unchalik e'tibor bermasdi. Men esa mehrga, e'tiborga tashna edim. Qaynotamning har bir maqtovi, har bir iliq so'zi mening shu bo'shlig'imni to'ldirayotgandek edi. Bugun juda ochilib ketibsiz, qizim, derdi u ba'zan hovlida duch kelib qolganimizda. Yoki men pishirgan ovqatni yeb bo'lgach, qo'llaringiz dard ko'rmasin, kelin, bugun ayniqsa boshqacha bo'libdi, deb qo'yardi. Bu oddiy so'zlar edi, lekin uning ovozidagi ohang, uning nigohidagi ma'no meni eritib yuborardi. Bir kuni tong saharda oshxonaga suv ichgani chiqqandim. Hovli hali qorong'u edi. Eshik oldida unga duch keldim. U ham endigina namozga turayotgan ekan. Ko'zlarimiz to'qnashdi. U sekin menga qarab yurdi. Yuragim betoqat urardi. U hech nima demadi. Ammo o'sha qorong'ulikdagi qarash u mening butun vujudimni kuydirib yuborgandek bo'ldi. Shu kundan boshlab yuragimda yashirin tuyg'ular o'z ildizini ota boshladi. Men har kuni o'zim bilan kurashardim. Axir bu harom ish edi. Ammo yurak bu qonunni tanimasdi. Bir kuni qaynonam uzoq qarindoshinikiga mehmonga ketdi. Erim ham ish bilan boshqa shaharga jo'nadi. Uyda faqat ikkimiz qoldik. Kech tushdi. Hovlida yolg'iz o'tirardim. U yonimga keldi. Qo'lida 2 piyola issiq choy. Biz jim o'tirardik. Faqat tun sukunati va yuraklarimizning dukillashi. Siz qiynalyapsiz, bilaman, dedi u nihoyat. Uning ovozi negadir bo'g'ilib chiqdi. Bu uyda yolg'izsiz. Men indamadim. Faqat boshimni egdim. U sekin qo'limni ushladi. Uning kaftlari olovdek edi. Samira, dedi u pichirlab. Endi u meni qizim demagandi. Men boshqa chiday olmayman. Yuragim qafasdan chiqib ketgudek urardi. Men nima bo'lishini sezib turardim va men bundan qo'rqardim va ayni paytda butun vujudim bilan xohlardim. Ota qo'ying, bu gunoh, dedim men zo'rg'a. Gunoh nima o'zi, dedi u menga yaqinlashib. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida mehrga tashna bo'lgan tanamga go'yo olov tegib eritib yuborgandek bo'ldi. Sizning bu yolg'izligingizmi gunohmi? Yoki mening sizni istayotganimmi? U qo'llari bilan yuzimni ushlab ko'zlarimga tikildi. O'g'lim seni unutdi. Men esa unutolmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Bu o'pich bu yillar davomida kutilgan, yashiringan ehtirosning, taqiqlangan mehrning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Mening qarshiligim, mening qo'rquvlarim hammasi bir lahzada yo'qoldi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi, belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. U meni asta ichkari xonaga boshlab kirdi. Bu mening yotoqxonam edi.
Oramizda faqat yurak tovushlari va tashqaridagi tun sukunati eshitilardi. Ko'zlarimiz gapirardi. U meni karavotga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. U mening tungi ko'ylagimning iplarini asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi, noma'lumlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. U kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening yosh, hech kim tegmagan tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning pishgan, baquvvat tanasi xira yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni quchoqlab karavotga yotqizdi. Uning harakati tez emas, lekin chuqur edi. Uning lablari butun tanamni o'rganardi. Sekin ikkita tarvuz chamdan ezib, uchidan tishlab oldi. Oh, mazza! Rosa yoqib ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim. Bizning vujudlarimiz bir-biriga chatishib ketdi. Uzoq, juda uzoq bir-birimizni yalab yulqashdik, erkaladik. Uning har bir teginishi tanamning hali o'zi bilmagan sirlarini ochardi. Uning kuchi, uning tajribasi, uning nafasi meni aqldan ozdirardi. U meni lablarimdan pastga sirg'ab, bo'yinlarimni, yelkalarimni o'pa boshladi. Men shirin nola qilardim, uning ismini pichirlardim. U meni ehtiyotkorlik bilan ko'tardi, yana karavotga yotqizdi. Uning har bir mehribon tegishi avvalgidan ham bag'ri kengroq, ehtirosliroq edi. Go'yo u mening yillar davomida yopilib qolgan ayollik bulog'imni ochib yubordi. Oxiri uningniki turib ketgan edi. Uning qattiq uchli asbobini sonlarim orasida his qildim. Sekin tiqib yubordi. Tiqqanda ko'zlarim katta ochilib ketdi. Men dodlab baqirib yubordim. Bu ham og'riq, ham qizlikdan qolgan so'nggi parda yirtilishi, garchi men kelin bo'lsam ham, erim bilan birga bo'lmagandim, ham ayollikning to'liq, yondiruvchi lazzati edi. U meni ertalabgacha baqirtirdi, rosa rohatlandim. Men endi nafaqat uning kelini, balki uning ayoli ham edim. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqandi. Ikkalamiz ham holdan toyib, charchab yotardik. Men uyg'onganimda u allaqachon kiyinib olgandi. U menga qarab jilmaydi. Kecha uchun rahmat, dedi u sekin. Bu bizning sirimiz bo'ladi. U peshonamdan o'pib chiqib ketdi. O'sha kundan keyin men boshqa Samiraga aylandim. Endi men shunchaki erining yo'liga qarab o'tiradigan kelin emasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, ehtirosli ayolga aylangandim. Qaynonam mehmondan qaytdi, erim safardan qaytdi. Ular hech narsani sezishmadi. Bizning sirimiz davom etdi. Kechalari qaynotam sekin mening xonamga kirardi yoki men uning xonasiga borardim. Bu qo'rqinchli, ammo shunday shirin edi. Bir kuni homilador ekanimni bildim. Bu bola qaynotamniki edi. Unga aytganimda u quvonib ketdi. Bu mening o'g'lim bo'ladi, dedi u g'urur bilan. Vaqt o'tib men o'g'il tug'dim. Hammaga bu bola Jasurniki deb aytdik. U ham ishondi. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha uyda, o'sha sir bilan yashayapman. O'g'lim katta bo'lyapti, u bobosiga juda o'xshaydi. Erim Jasur hali ham hech narsani bilmaydi. Qaynonam ham. Men bu vaziyatdan qanday chiqib ketishni bilmayman. Ammo bir narsani aniq bilaman, eri yonida bo'lmagan yoki eri bo'la turib mehr ko'rmagan ayol uchun eng katta vasvasa bu yonidagi erkak. Mazza qilib bu hayotda yashaganingiz qoladi. Chunki ayol bir marta yashaydi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, o'zini ayol ekanligini his qilib yashash kerak. Haqiqiy hayotim haligacha shunaqa.